الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، biz o'tgan darslarimizda demak fe'l modi, fe'l mudori, fe'l amr va undan so'ng fe'l mudoridan qanday fe'llar yasashlik mumkinligini ko'rib o'tgan edik. Inshaalloh bugungi darsimiz ismlar haqida bo'ladi. Bugun ikkita ism turini ko'ramiz. Ya'ni bir fe'ldan yoki masdardan qanday ismlar chiqarishligi mumkin degan savolga, ya'ni muxtalif tasrifda ko'rib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, birinchi o'tadigan ismimiz ism fa'il deb nomlanadi. Ism al-fa'il. Ismul fa'il. Demak, bu ismul fa'il fe'l mudoriyni masdaridan yasaladigan ism hisoblanadi. Fe'l mudoriydan yasaymiz desak ham bo'ladi. Va u ikkita taqsimga bo'lib turib yasashlikni o'rganamiz. Xo'p, fe'limiz 3 harflik bo'ladigan bo'lsa, bu uslubda 3 harflik bo'lsa deb yozib qo'yaman. Demak, bo'lsa, agar 3 harfdan ziyoda bo'ladigan bo'lsa, bu uslubda demak yasaymiz. Uch harflik demak bo'lmasa. Xo'p, men asli degan tushunchani oldin sizlarga aytgan edim. Ya'ni fe'lni asli harflari, vazn degan narsani ham o'tgan edik. Fa, ayn va lam bilan bildirishlik. Demak, qaysidir bir fe'lni asli holatida ko'radigan bo'lsanglar, ya'ni 3 harflik bo'ladigan bo'lsa, u sulosiy deb aytiladi sarf ilmida. Demak, sulosiy mujarrad boshqa qo'shimchalardan xoli bo'lgan holda turgan bo'lsa, mana shu uslubda demak yasaymiz. Bu uslubimiz esa fa'il vazniga solish bo'ladi. Fa'ilun vazniga solamiz mana shu fe'limizni. Masalan, darosa fe'lini olaylik. Darosa yadrusu. Mana shuni men fa'ilga solsam, darosa edi aslari. Demak, darisun qilib yozaman. Darisun. Demak, harakatlari bilan birgalikda demak fa'ilun vazniga tushiramiz. Qotala fe'lini olaylik. O'ldirdi. Qotilun. Nasara fe'lini olsak, nasirun. Yoki darabani olsak, daribun. Mana shu shaklda. Demak, sulosiy bo'ladigan bo'lsa, fa'ilun vazniga solamiz va demak, uni muttarid tasrifda siyg'alaymiz. Va uni hozir siyg'alashlikni alohida o'tamiz. Agarki 3 harflik bo'lmasa-chi, masalan, dahroja kabi yoki iqansasa kabi yoki akrama kabi biz mana shu fe'llarni oldin olgan edik. Shu shaklda 3 harfli bo'lmaydigan bo'lsa nima qilamiz deyilinsa, buni bu shaklda yasaymiz. 3 harflik bo'lmaydigan bo'lsa, demak 3 ta qadam bilan biz ismi fa'ilga yetib olamiz. Ismi fa'il degani ma'nosi bajaruvchi ma'nosini bildiradi. Masalan, darosam dars qildi. Darisun dars qiluvchi. Uchi ma'nosini, ya'ni uchi qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, ana shu ma'no yasaladi. Qotala o'ldirdi. Qotilun o'ldiruvchi. Nasara yordam berdi. Nasirun yordam beruvchi. Daraba urdi. Daribun uruvchi. Mana shu shaklda. Demak, 3 harfli bo'lmagan fe'llarimizni ham yasaymiz. Mana shunda ham ma'no ismi fa'il, ya'ni qiluvchi degan mazmunni bildiradi. Demak, birinchisi biz ana shu fe'lni mudoriyisini topib olishligimiz kerak. Demak, fe'l muzoriydan yasaymiz. Fe'l muzorisini topib olishimiz kerak. Masalan, dahraja degan fe'lni ko'rdingiz, uni muzorisi nima bo'ladi? Yudahriju bo'ladi. Mana shuni topib olishingiz kerak. Ikkinchisi, muzoriyat harfini, ya'ni boshida keladigan atayna harflardan birini olib tashlaymiz. Demak, muzoriyat harfini olib o'rniga zommalik
mim qo'yamiz. Va 3-qadamimiz oxiridan oldingi harfni kasrali qilamiz. Hop, dahraja fe'lini olib mana shunda misolimizni ko'ramiz. Demak, dahraja. Dahraja. Muzori esa demak yudahriju bo'ldi. Yudahriju. Demak, ikkinchi qadamimiz nima edi? Muzoriyat harfini olib tashlab, o'rniga dommali mim qo'yamiz. Ya'ni mudahri jun bo'ldi. Va oxirdan oldingi harf kasrali qilinadi. Bu yerda jimdan oldingi harf ro va o'zi kasrali bo'lib turibdi. Shuning uchun ham demak bunga to'xtalmadik. Demak, mudahrijun shaklida bo'ldi. Iqan esa yaqan sisu edi. Muqan sisun qilamiz. Xo'p, mana shu shaklda demak sulosiy bo'lmagan fe'llarimizdan yasar ekanmiz. Yana qatala fe'lini olaylik. Qatala ham sulosiy mujarrad emas. Masalan, qatala. Bu qatala emas, qatala, ya'ni zoida harfi bor alif. Muzori esa yuqatilu bo'ladi. Demak, yuqatilu bo'lsa, mim yana o'rniga dommali mim. Muqatil shaklda yozamiz. Mana shu shaklda demak yozilib ketiladi. Endi buni muttarid tasrifda siyg'alanadi. Ya'ni biz fe'llarimizni g'oyib, muxotab, mutakallim deyatdik. Endi bu faqatgina demak son jihatdan mufrad tasniyaja va jins jihatdan muzakkar, muannas bo'ladi. Yozib o'tirishimiz shart emas, juda ham oddiy bo'lganligi uchun og'zaki aytib ketamiz. Demak, darisunni qilyatdik. Darisun mufrad muzakkar, darisani ikki dars qiluvchi erkak, darisuna ko'p dars qiluvchi erkaklar. Darisatun ta'nis qo'shamiz ayol kishiga. Darisatani ikkita ayol kishi va darisatun ko'p ayol kishilar. Nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani va nasiratun shaklida yasaladi. Xo'p. Mayli, uni ham yozaylik, chunki o'zgarishlarni ba'zilar bilmasligi mumkin. Xo'p. Darisun, darisun, darisani. Ikkilikni bildirishlik uchun bilamiz, alif va nun qo'shiladi. Va darisuna. Jam muzakkarni bildirishlik uchun esa vav va nun qo'shiladi. Muannasga keladigan bo'lsak, oxiriga ta'nis, ya'ni ta qo'shib qo'yamiz. Darisatun, darisatun, darisatani va darisatun. Demak, jam muannaslikni bildirishlik uchun ismda alif va ta qo'shiladi. Uchtalik bo'lmagan fe'llar ham, sulosiy mujarraddan bo'lmagan fe'llar ham aynan shu muttarid tasrifda siyg'aladi. Misol uchun mudahrijun, 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 mudahrijani, mudahrijuna, mudahrijatun, mudahrijatani, mudahrijatun shaklida. Muqatilun, muqatilani, muqatiluna, muqatilatun, muqatilatani, muqatilatun shaklida demak siyg'alaymiz. Xo'p. Endi ismi maf'ulga keldik. Ismi fa'il demak qiluvchi ma'nosini bildirsa, ism maf'ul, ism al-maf'ul qilinmish degan ma'noni bildiradi. Misol uchun madrus dars qilingan,
qilingan degan ma'noni bersak, biz demak ismi maf'ul yasagan bo'lamiz. Bu ham ismi fa'il kabi ikkita taqsimda yasaladi, ya'ni sulosiy bo'lgan fe'llar bilan va sulosiy bo'lmagan fe'llarda. Demak, sulosiy ya'ni sulasi al-mujarrad deyiladi. Bundan so'ng shu shaklda aytib ketamiz, tushunishinglar uchun boshida 3 talik deyildi. Sulasi al-mujarrad. Sulasi degani 3 talik degani, mujarrad degani holi degani. Ya'ni zoida harflardan holi bo'lgan sulosiy fe'l. Zoida harf degani asli harflardan bo'lmagan boshqa bir harf unga qo'shilib qolgan. Qandaydir boshqa ma'noni ifodalashligimiz uchun. Va ularning qo'shilishligi nechtaligi kelasi darslarda keladi. Bilishimiz kerak bo'lgani sulasi mujarrad, ya'ni qo'shimchalardan xoli bo'lgan 3 talik fe'l ekan. Demak, ismi maf'ulni qilinuvchi degan ma'noni berishlik uchun biz maf'ulun sig'asiga solamiz, vazniga solamiz. Maf'ulun. Darosa fe'lini solsak, demak, fa'in va lam barobarini bilib olsanglar bo'ldi. Ana shuni fe'lni aslini mana shunga qo'yib turib yasaverasizlar. Misol, demak, madrusun yoki maqtulun, mansurun yoki daraba fe'lini aytdik. Madrubun, daraba, nasara, qatala. Asli harflar edi. Asli harflar ya'ni fe'in lam bilan belgilanardi. Mana shuni o'rniga qo'yib turib, demak, siyg'alab ketamiz. Xo'p, ismi maf'ulni sulosiy bo'lmaganlaridan qanday qilib yasaymiz? degan savol beriladigan bo'lsa, ismi fa'ilda qilgan harakatlarimizni hammasi bo'ladi, illoki oxiridan oldingisini, oxiridan oldingi harfni demak fathali qilishlik bilan biz ismi maf'ul yasaymiz. Ya'ni dahroja yudahriju mudahrajun qilsak yoki muqatalun qiladigan bo'lsak, unda biz ismi maf'ul yasagan bo'lamiz. Xo'p, misol qatala urushdi. Yuqatilu urushyapti. Muqatilun urushuvchi, muqatalun urushilgan. Urushilgan narsa. Mana shu shaklda bo'ladi. Demak, ismi maf'ullarimiz ham muttarid siyg'ada mana shu ismi fa'il kabi siyg'alanadi. Madrusun, madrusani, madrusuna, madrusatun, madrusatani, madrusatun. Maqtulun, maqtulani, maqtuluna, maqtulatun, maqtulatani, maqtulatun. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Madrubun bo'lsa madrubun, madrubani, madrubuna, madrubatun, madrubatani, madrubatun shaklida yasaladi. Mana shu bizning bugungi darsimiz hisoblanadi. Berilgan fe'llarni mana shu siyg'alarga solib, ya'ni ismi fa'il, ismi maf'ul yasab, so'ng uni muttarid siyg'alada siyg'alashligilar kerak bo'ladi. Allohumma ahri da'wana walhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.